ahabba yaxshi ko'radi, yaxshi ko'ryapti, sevadi, sevyapti. Bu hamma qiz bolaga nisbatan ham uylanganlar ham aytsa bo'ladi, uylanmoqchi bo'lganlar, erga tegmoqchi bo'lganlar ham aytsa bo'ladi. Yuhibbu yaxshi ko'radi, yaxshi ko'ryapti o'tgan zamonda. Ahibba yaxshi ko'r. Yaxshi ko'r shuni deymiz-ku. Ihbabun yaxshi ko'rmoq, yaxshi ko'ruvchi, yaxshi ko'rish degan ma'nolarni biladi. Ota-onasini yaxshi ko'rmoqmi yoki ayolini yaxshi ko'rmoqmi, bo'lajak juft halolini yaxshi ko'rmoqmi, umumiy yaxshi ko'rmoq fe'li bu. Umumiy hammaga bitta. Dohika kuldi, kulmoq fe'lidan. Arab tilida o qilib ishlasangiz ham, a qilib ishlasangiz ham farqi yo'q, lekin Qur'onda o bo'lish kerak faqat, shart. İdhak, kulasan buyruq. Tadhuk masalan, kulasan degani. İdhak kulligini tadhuk kulasan deb majburlaymiz-ku, ana shu. Endi majburlamoq yo'q, dinda yo'q, lekin bir kulda buyruq bermoqchi bo'lsak, idhak deymiz. Dihkun kulmoq, kulish, kuluvchi degan ma'nolarni bildiradi. Holatga qarab kulmoq desanglar ham shu, kulish desanglar ham shu, kuluvchi demoqchi bo'lsanglar ham shu. Dihkun bitta so'z 3 ta ma'noda ketaveradi, holatga qarab ishlataverasizlar. Sakata jim turmoq fe'lidan jim turdi. Yasqutu jim turadi, jim turyapti. Holatga qarab jim turyapti demoqchi bo'lsanglar ham shu, jim turadi demoqchi bo'lsanglar ham shuni ishlatasizlar. Yasqutu jim turadi, jim turyapti. Bu jim bo'lmoq fe'liga ham ishlatiladi. Uskut jim bo'l, jim tur. Jim bo'lmoq fe'li ham shu. Jim bo'l deymiz ko'proq biz. Jim deymiz-ku. Sukutun jim turmoq, jim bo'lmoq, jim turish, jim bo'lish, jim turuvchi, jim bo'luvchi degan ma'nolarni bildiradi. Zahaba bormoq fe'lidan bordi degani. Yazhabu boradi, boryapti. Izhab bor, ket buyruq ma'nosi, ya'ni amri. Zahabun bormoq, boruvchi, ketmoq, bormoq degan ma'nolarni bildiradi. Holatga qarab ishlataverasizlar, gapning ma'nosiga qarab. Mazhabun esa boriladigan degan ma'noni bildiradi. Qorlar ko'p ishlatadi bu so'zni, to'g'rimi? Ma'ruzalarda mazhablari deydimi? Boriladigan degan ma'noni bildiradi-da. Boriladigan yo'l, ya'ni o'sha mazhab boriladigan, o'zi yo'l emas, boriladigan degan ma'noni bildiradi o'zi, ma'no jihatdan. Me qo'shilsa gan qo'shimchasi qo'shilgan bo'ladi so'zga. Gan qo'shimchasi bor hamma tilda. Gan qo'shimchasi qo'shilgan bo'ladi. Me qo'shimchasi arab tilida o'zbek tilidagi gan qo'shimchasini beradi. Mazhabun boriladigan degan ma'noni bildiradi. Bitta islomiy jihatdan emas, yo'llar. Uyga boriladigan yo'l, ko'chaga, magazinga boriladigan yo'l, umumiy ma'noda bu yo'l. Shuning uchun gan qo'shimchasini me beradi arab tilida. Boriladigan demoqchi bo'lsangiz mazhabun deysiz. Farqi yo'q, u ma'ruzada bo'lsin, shariatda bo'lsin, ya'ni shariatda bo'lsin, islomda bo'lsin,
hayotda bo'lsin farqi yo'q, boriladigan demoqchi bo'lsangiz, boriladigan yo'l, boriladigan magazin demoqchi bo'lsangiz, mana shu so'zni ishlatasiz. Baka yig'ladi, yebiki yig'laydi, yig'layapti o'tgan zamonda, ibiki yig'la. Buka uni yig'lamoq, yig'lash, yig'lovchi degan ma'nolarni bildiradi. Holatiga qarab, gapning mazmuniga qarab ishlataverasizlar. Lima yoki limadani qisqartmasi lima. Nima uchun yoki nimaga degan ma'noni bildiradi. Arab tilida ham shunaqa-ku, it is, he is, his, she is, she's, ya'ni qisqartmalar bor-ku, o'zimizda ham bor, hamma tilda bor qisqartma. Bunda ham xuddi shunaqa narsa, arab tilida ham qisqartmasi bor. Lima nima uchun degani, limada ham nima uchun degani. Hadiqatun bog', hadaiqu bog'lar degan ma'noni bildiradi. Hadiqatun park. O'zbek tilida bog' deyiladi. Arab tilida park o'zi. Hadiqatun biz maza qilib o'ynaydigan joyimiz ham bog', hadiqatun degani park degani, ya'ni hadaiqu ko'pligi ham bir xil, parklar. Park ham hadiqa, parklar demoqchi bo'lsangiz, ko'pligi ham hadaiqu bir xil. Shu. Junaynatun bog'cha. Junaynatun yoki janainu bog'chalar degan ma'noni bildiradi. Bog'chani ko'pligi, bog'chalar ko'p deymiz-ku masalan. Bog'chani ko'pligi. Xolasanglar janainu deylar, xolasanglar junaynatun deylar. Bir xil. So'zlar ko'pligida ham, birligida ham 2-3 xil ma'noda keladi. Ko'pligi ham 2-3 xil, birligi ham 2-3 xil ma'noda bo'ladi. Tabaqun tarelka lagan yoki tarelka. Tarelka ma'nosi ham bor, lagan ma'nosi ham bor. Ali bog'chani mana sizlarga misol. Bog'chani misolida bog'cha bo'lib keldi-yu, janainu ko'pligi. Junaynatun, janainu ko'pliklari bir xil bo'lib keldi. Shunaqa. Atbaqun tarelkalar, laganlar degan ma'noni bildiradi. Madrasatun maktab, madarisu maktablar-ku, bu ham xuddi shunaqa narsada. Arab tilida birligi ham, ko'pligi ham 2-3 xil ma'noda keladi arab tilida. Shunga arab tili qiyinligi darajasi bo'yicha 2-o'rinda turadi. Buni arab tilini o'qiyotgan, arab tili grammatikasiga, ya'ni kursiga borayotgan o'quvchilarimiz agar bo'ladigan bo'lsa, Instagram, YouTube, Telegram kanallarimizda bilishadi. Sog' bo'linglar.